Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, obunachilari bugun bir kasallik bo'yicha tushuncha olib boracakmiz. Kasallik bo'yicha. Bu kasallik yoshi katta odamlarda, qariya odamlarda prostatani adenoma kasalligi deb aytiladi. Bu adenoma kasalligi siydik tutilishini olib boradigan kasallik ba'zida. Lekin operatsiya qilinib, operatsiyadan keyin ham asoratlar ko'p kuzatiladi. Yana biz hozir Recep Baytamiz 80 dan o'tgan atamiz, yana Xudoga shukr bizda 3 marta operatsiya oldingizmi Recep Bayta? 3 marta. 3 marta adenomektomiya operatsiyasi bo'lib, adenom olib tashlab, qarang 3 marta asorat bergan, o'sgan yana. Undan keyin Searmin qiynalib yurganlar, lecheni olib, dorilarni olib yurganlar, lekin yana siydik tutilish kasalligi bilan bizlarga keldilar. Yana kelgandan keyin biza uretrani ko'rib, tekshirib, prostatani tekshirib, transrektalniy prostatani uzi qilganimizda prostatani razmerlari normal edi, lekin uretrani orqa qismida tarayishi ko'rindi. Bu degani bu adenomektomiya operatsiyasidan keyingi asorat uretrani darayishi, ya'ni chandiqlar bilan qisqarishi bo'ladi. Shu hisobidan atamizda siydik tutilish kasalligi paydo bo'lgan. Keyin rezinoviy kateter bilan siylikni chiqarish harakat etib ko'rdik. Kateter o'tgani yo'q. Temir kateter bilan siydik chiqardik. 2 litr siydik chiqdi. Yana atamizda biza keyin shunday apparatlarimiz bor, shunday lechenalarimiz bor. Shu apparatlar bilan davolasak yaxshi bo'ladi. Shu operatsiyadan keyingi kanalni darayishi degan diagnozni qo'ydik deb tushuntirganimizdan keyin atamiz rozi bo'ldilar lecheni olishga. Hozir 10 kun bo'ldi. Lechenadan keyingi ahvollarni hozir o'zlari gaplab beradi. Ahvollari dum yaxshi. Birinchi kuni siydik yana geyshda tutilib kelib, buni kateter qo'yib yana shu demir kateter bilan, temir kateter, oddiy rezinoviy kateter o'tmasadi, sababi tiqilish kuchlari. Temir kateter bilan siydikni chiqarib berganmiz. Yana shu keyingi kunlarda shu apparatlarimiz, lazer apparatlarimiz bor, prostatani stimulyatsiya qiladigan apparatlarimiz bor. Prostata uretrani orqa qismina qo'yiladigan kateterlarimiz bor, spetsialniy kateterlarimiz. Shularni ham buj bilan ishlab, bujирование qilib uretrani kengaytirib, yana hozir 2-kundan boshlab, lechenaning 2-kundan boshlab o'zlari chiqib boshladilar. Hech qanday uretra kateter qo'yish amaliyoti o'tkazilgani yo'q. Hozirgi kunda shu siyishlari dum yaxshi bo'lib, ahvollari yaxshilashib, siydikni o'zlari tabiiy usul bilan chiqarib turibdilar. Apparatlar qo'yildi, lechena oldilar, ahvoli yaxshi. Yana hozir Recep akam o'zi gaplab beradilar. Avvalambor klinikaning rahbari Ravshanbek boshliq xodimlarına teşekkür. Bu kasala ben 2003 yılda müptala bo'lganman. 2005 yılda birinchi operatsiyani o'tkazganman. 2007 yılda Toshkentga borib, Toshkentda o'tkazdirganman. 16 yılda yana Toshkentda o'tkazdirganman, takrorlandi kasalim. So'ng 19 yılda Urganchda o'tkazdirganman. Operatsiya qildirdim. Bu yıl 3 Mart günü mazam ancha qochdi. Birinchi yordamni aytgan vaqtda shavatdan bu yordam qo'llanib bilmadi. So'ng bu klinikaga keldim. O'g'limning tasbiyasi bilan. Men avvalo Xudo tibbiyot xodimlaridan hammasidan minnatdorman. Sababi bütün zamonaviy apparat, hattoki bu gapni bugungi kunda emas, bundan bir 16 yılda Toshkentda insulin apparati yo'q edi. Avvalo Xudo qo'llanmadi. 16 yıl, 19 yılda Urganchda bunday davolangan vaqtida amaliy bunday zamonaviy apparat yo'q edi. Shuning uchun
xodimlardan teşekkür, baxt yetmasin, oilasida mustahkam sog'lik, ishine ijobiy parvoz, yuqori lavozimlarni Alloh taoladan egallashini bularga tilab qolaman. Ming marta teşekkür. Hozir o'zimni yaxshi his qilyapman. Avvalo Xudo. Yaxshi his qilyapman. Bularni avvalambor ota-onasini, o'zlarini, bular eng birinchi bularni inson bilan muomalasini ming marta rahmat. Sağ olun. Sağ olun. Ravshanbek, rahmat uka. Shu hech qachon otamni nasihətini ayta turgan bo'lsam, xataringizdan kam bo'lmang. Har bir bosgan qadamda Alloh taolaning nazaridan sirtqa qolib ketmanglar. Bu sizlarni qilayotgan amaliy yordamingiz uchun men mingta bir marta rizoman. Rahmat. Recep Bayta rahmat. Endi bizada bilasizda bu kasallik bo'yicha gaplashish kasallari qiyin, og'ir hisoblanadi. Sababi endi bizada uyat deyilgani uchun ben Recep Bayram'a tushuntirdim. Sizningdek qiynalib yurgan otalar ko'p, sizningdek qiynalib yurgan yoshi katta odamlar ko'p. Shuning uchun bir chiqib gaplab berasiz degan ma'noda. Endi hozir hatta xo'rliklarim geldi. Sababi shunday qiynalib yurgan odam hozirgi kunda Xudoga shukr siyishlari dum yaxshi bo'lib, o'zi hech kimga bir boshqa odamga muhtoj bo'lmasdan siyishni o'zi bir katta baxt bu. Shuning uchun otamizga rahmat. Ko'nglingiz hamma shunday yaxshi olsun, ko'nglingiz ochiq olsun, hamma shunday gulib yuring lekin. Rahmat katta. Sağ olun, umringiz uzoq olsun. Yuzlari kelganingizdan shunday doktorning yoniga kelib, doktora kasal olib emas, rahmat aytmoqqa kelib o'tirish nasib qilsin. Avvalambor bu kasal tuzatmasin, tuzatgandan обязательно sizlarga uchrashsa qasamyod qilganman. Sağ olun. Ana shunday. Sizlarga ijodiy parvoz tilayman Ravshanbek. Rahmat. İşlaringizda muvaffaqiyat uka. Rahmat. Hech qachon xataringizdan kam bo'lmang. Bu otamning nasihati. Sağ olun. Endi shunday men bu leksiyani qilishimma, bu peredachani qilishim masalasi sababi haqiqatda shu qiynalib yurgan yoshi katta bobolarimiz, otalarimiz haqiqatda neravalarini bilmay chatib yurgan, nereda shifo toparini bilmay yurgan odamlar uchun buni qilyapmiz. Sababi bizda shunday imkoniyatlar, shunday apparatlar bor, shu kasallardan xalos qiladigan, kasallarni to'liq davolanishına sebep bo'ladigan zamonaviy apparatlar bilan lechena qilish imkoniyatimiz bor. Shu imkoniyatni ko'rsatish uchun yana Recep Baykadan iltimos qildik. Boshini o'ttirgan odamlar iltimos qilib, yana hozir rezultatlarni o'zlari aytib berdilar. Hammasi yaxshi. Shuning uchun bemalol nima deymiz endi, chekilmasdan, uyalmasdan kelib konsultatsiya olib, boshqa bir tekshirishlarni qilib, kasalga to'g'ri diagnoz qo'ygandan keyin bu kasalni davolashdan sat oladi. Shuning uchun shunday apparatlar bor. Shu yerda o'zimizning ayog'imizda ostida turgan narsalarimiz bor. Shulardan foydalanishlaringizni men sizlarga yetirish uchun bu ko'rsatuvni tayyorladim. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.